Abbosbek Fayzullayev Angliya Premyer Ligasiga ko'chib o'tish arafasida. Kylian Mbappe Ispaniya hukumatini deyarli 15 million yevroga boyitdi. Do'stlarim, yaqin 5-6 daqiqalar ichida ekran qarshisidan aslo uzoqlashmang, chunki hozirgina sanab o'tganimday shu va shunga o'xshash futbolga oid yangiliklar bilan qisqa vaqtlar ichida tanishib chiqamiz. Va albatta do'stlarim, har doimgidek videorolikka like bosib qo'yishni aslo esingizdan chiqarmang. Ha do'stlarim, Kylian Mbappe Ispaniya hukumatini ozgina kam 15 million yevroga boyitdi. Aniqrog'i 14,5 million yevroga. Xabaringiz bor, Cheripaxa Ninza Ispaniya chempionatidagi ilk mavsumini yakunladi. U nafaqat sport borasida, balki moliyaviy jihatdan ham yaxshi natijalarga erishdi. Ma'lum bo'lishicha, u Ispaniya g'aznasiga 14,5 million yevro soliq to'lashga majbur bo'lgan. Bunga sabab esa uning Real Madrid klubidan oladigan yillik 32 million yevro daromadidir. Kimnidir xabari bor, kimningdir esa xabari yo'q. Gap shundaki, Ispaniya hukumati shaxslardan soliq sifatida uning yillik daromadidan naqd 45% soliq oladi. Soddaroq va aniqroq tilda tushuntiradigan bo'lsam, aytaylik, siz bir yilda 100 ming so'm ishlab topasiz. Mana shu ishlab topgan 100 ming so'm pulingizdan 45 ming so'm davlatga soliq to'laysiz. Ya'ni ozgina kam 50%. Ha do'stlarim, Ispaniya hukumatining ekonomikasi nafaqat turistlarning hisobiga, mana shunday mashhur sportchilarning hisobiga ham boyigandan boyib boradi. Endi tasavvur qiling, agar Cristiano Ronaldoday futbolchi Ispaniya chempionatida to'p sursa va xuddi Al Nassrda bo'lgani kabi 200 million yevro yillik maosh olsa, bu degani bir yilda 95 million yevro Ispaniya hukumatiga qurtday sanab beradi deganidir. Lekin ba'zi bir sportchilar ham anoyi emas, ba'zida ular qing'ir yo'llar bilan soliqlardan qochishga ham urinishadilar. Va shu sababli tez-tez ommaviy axborot vositalarida Ispaniya hukumati tomonidan mashhur sportchilarga qo'zg'atilgan jinoiy ishlar haqida ham eshitib qolamiz. Do'stlarim, Barselona klubi yozgi transferlar oynasi vaqtida to'xtamoqchi emas. Ular Liverpool klubi vingeri Luis Diasning transferi ustida ish boshladilar. Ushbu transfer shunchaki mish-mish va gap so'zligicha qolib ketmaslik ehtimoliga ega va ushbu transferning ehtimoli yuqori. Gap shundaki, futbolchi ham Barselonaga o'tish ishqida yonmoqda va uning otasi o'zi berib o'tgan intervyusida ham o'g'lining eng katta orzusi Barselona safida to'p surish ekanligini yashirib o'tirmadi. Hozirgi kunda ko'k anorangliklar 28 yoshli futbolchi bilan muzokaralarni boshlab yuborganlar. Lekin tomonlarning yagona kelisha olmayotgan masalasi bu futbolchining transfer summasi. Gap shundaki, Barselona futbolchi uchun 60 million yevrodan yuqori pul to'lamoqchi emas. Liverpool klubi rahbariyati esa futbolchi uchun 80 million yevro talab qilmoqda. Do'stlarim, siz nima deb o'ylaysiz? Luis Dias uchun 80 million yevro to'lash arziydimi yoki 80 million yevro bunday futbolchi uchun ko'plik qiladimi? Bu haqidagi fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Transferlar bilan bog'liq bo'lgan yangiliklar haqida gaplashishda davom etamiz. Bu safargi transfer yangilik bizning o'zbek futbolchimiz bilan bog'liq. Ha do'stlarim, ekrandagi kadrlardan gap kim haqida ketayotganligini menimcha tushunib yetdingiz. Ha do'stlarim, gap Abbosbek Fayzullayev haqida ketmoqda. Gap shundaki, o'zbekistonlik yosh iqtidor egasi Angliya Premyer Ligasiga ko'chib o'tish arafasida. Ommaviy axborot vositalarining, aniqrog'i Spartak Inform manbasining xabariga ko'ra, O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosiga Angliya Premyer Ligasining Wolverhampton klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda va klub skautlari ham yurtimizni jiddiy tarzda kuzatib bormoqdalar. Ha do'stlarim, ingliz klubi yozgi transferlar oynasida o'z tarkibini kuchaytirish uchun bir nechta nomzod futbolchilarning variantini ko'rib chiqmoqda. Ular orasida esa Abbosbek Fayzullayev alohida e'tiborga tushib qolgan. Eslatib o'taman do'stlarim, ayni damda transfer market portali Abbosbek Fayzullayevni 8 million yevroga baholamoqda.
Do'stlarim, o'tgan mavsumda ham Bavariya klubi sirdaryolik yigitga og'iz solgandi, lekin yakunda ushbu transferlar mish-mishligicha qolib ketgan edi. Lekin men shaxsiy fikrimni bildirar ekanman. Abbosbekning birdaniga katta klub safiga emas, mana shunday o'rta miyona klub safiga borib qo'shilgani ma'qul, chunki o'rta miyona klub safida Yevropa yashil maydoniga adaptatsiya yaxshi kechadi va u o'zining bor imkoniyatlarini namoyish eta oladi. Birdaniga katta klubga kelib qolsa esa, jamoaga hali moslashmagan futbolchi katta bosim ostida qoladi va asosiy tarkibdagi o'rnini ham yo'qotib qo'yishi mumkin. Misol uchun Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanov. Albatta, Eldor Shomurodov Romada sekin-asta o'z o'rnini topdi va asosiy tarkib futbolchisiga aylandi. Hozir Romani o'siz tasavvur qilish qiyin. Lekin Eldorga buning uchun 3,5 yil, 4 yil kerak bo'ldi. Abduqodir esa Lens klubida ajoyib harakatlar qildi. Manchester City safida esa suv tubiga sho'ng'ib ketgan yirtqich akuladay yo'q bo'ldi-yu qoldi. Umid qilamizki, Abbosbek bilan bunday narsa sodir bo'lmaydi. Do'stlar, mana shu yerda xayrlashib qolaman, lekin xayrlashdan oldin eslatib o'tish mening vazifam. Kommentariyada sizlar uchun 5 million so'mlik Telegram kanal manzilini qoldiraman. O'sha manzil orqali o'tsangiz Telegram kanalda 5 million so'm bonus pulini qanday qo'lga kiritish oddiy va sodda qilib yoritilgan. Marhamat do'stlarim, bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang va 5 million so'm bonus pulini qo'lga kiritib oling. Chunki 5 million so'mni har kim har qayerda beravermaydi va bu pul kichkina summa ham emas. Keyin esa ushbu 5 million so'm bonus pulini xohlasangiz biror bir bank hisobingizga olib chiqib keting, xohlasangiz uni kompaniyada ko'paytiring. Yana bir bor eslatib o'taman, manzil kommentariyada. Men esa sizlar bilan keyingi dasturimizgacha xayrlashib qolaman. Do'stlarim, futbolni seving va u bilan yashashda davom eting va buni hech qachon kanda qilmang. Omon bo'ling.